Assalomu alaykum. Xatirchi yig'ma guruh a'zolari. Navoiy viloyati Xatirchi tumani Miyanqol mahallasi Olmazor Nurmuhammad Kaliforniya qizil yomg'ir jo'jani biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Hurmatli do'stlar, mana bugun sanamiz 24-mart, hafta kuniga dushanba. Xo'p, bu videomiz 23-martdagi o'sha begimiz chiqarib yuborganimizdagi videoning davomi. O'sha kechqurun sizlarga yurtdoshlar chuvalchanglarni zichligini ko'rsatib o'tolmadim. O'sha paytda yuklarni ortayotgandik begimlarimizni. O'sha 20 kilogramni standart xaltalangan begimlarni yuk mashinamizga ortayotgandik. Shu sababli ham yarim kecha solganim sababli chuvalchangni ko'rsatolmadim. Mana hozir sizlarga chuvalchanglarni zichligini ko'rsatib o'taman. Videomizga like bosib, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, videomizni ulashib qo'ying. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'sha Xatirchi Miyanqol mahallasiga, manzilimizga bemalol kelib turib, ko'p ko'rib ishlarimizni olib ketishingiz mumkin yurtdoshlar. Videomizga like bosib qo'ying. Qanunda boshladik. Mana yurtdoshlar, hozir o'lkamizda bahor. Havolar ham ancha yaxshi qo'ygan. Mana chuvalchanglar hozir eng yaxshi ko'payotgan davrida. Mana sizlarga o'sha ko'payish jarayonlarini ko'rsatib o'taman hozir. Chuvalchanglarimiz mana o'zi faslga qarab ancha semirib, zichlashib qo'ygan. Mana bu chuvalchanglarimiz mana ko'payish jarayoni bo'lyapti bu yoqda. Chuvalchanglarimiz endi bundan bag'iga tez ko'payaveradi. Hozir ayni damda olgan odam baraka topadi, chunki o'sha yangi beraktorga olib qo'ygandan keyin ham o'zgarish ham yaxshi bo'ladi, ham ko'payish ham juda yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'sha biznes boshlashda ayni paytda desak ham bo'ladi. Xohlagan joylarini kelib turib ko'rib olib ketishingiz mumkin. Chuvalchanglar yetishligiga sifatiga 100% javob beramiz. Istagan beraktordan hamkorlik qilaman deganlar olib ketishingiz mumkin. Kiloga deysizmi yoki kvadrat xohlagan usullaringizga kelishilgan narxlarga O'zbekistonning 12 viloyatiga yetkazib beramiz. Hamkorlik qilaman deganlar shoshilib qolamiz. Qancha tez boshlasak, shuncha tez daromadga kiramiz. Hamda o'sha begimiz kerak bo'lsa ham kimlargadir, misol uchun dehqonlarimiz bo'lishi mumkin, fermerlarimiz bo'lishi mumkin. Shuncha tez begimiz ishlash jarayonlari ham ketadi. Manakay. Xo'p, qilayotgan ishlaveramiz shu yozgi kunlariga. Havo sal issiq bo'ladi, shunga kuniga suv sepib turiladi. Begimiz sayr bo'lganda begimiz ilib olinadi, tamom. Bu yog'i chuvalchanglar o'zi ko'payib, o'zi begimizdan ishlab taxlab beraveradi. Mana ko'payib ancha semirib ham qolgan chuvalchanglarimiz. Bu yoqda yana bir ikkita beraktorimiz tayyor bo'lib qo'ygan. Zakotovka nurlarimiz. Hamkorlik qilaman deganlar Atpisanadagi 95 kodi bilan 224 73 78 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bilmagan savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda O'zbekistonning 12 viloyatiga yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hamkorlik qilaman deganlar shoshilib qolamiz. Qancha tez boshlasak, shuncha yaxshi. Zakotovka nurlarimiz. Mana biz hozirda ikkinchi joyimizdagi beraktorlarimiz. Mana bittasi bu hovlida, ikkinchisi bu hovlida. Bu yoqqa ham chuvalchanglar yaqinda ko'chirib o'tib, bu yoqda o'ziga 500 kvadratga yaqin beraktor taxlashni niyat qilib turibmiz. Zakotovka nurlarni hammasini taxlab qo'yganmiz. Nasib qolsa bu yoq ko'klam begimizni ham chuvalchanglarni ham savdosi eng avjiga chiqayotgan palla yurtdoshlar. Qancha tez boshlasak shuncha yaxshi.
video boshidan beri aytib o'tyapman, tez boshlash deb. Hamkorlik qilaman deganlar tezroq aloqaga chiqaverasizlar. Biznesni boshlash kerak, pulni yig'ib olish kerak. Do'stlar, videomizga like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'ying. O'sha biznes boshlamoqchi bo'lganlar yoki dehqonlarimiz, fermerlarimiz bo'lsa ham, begamiz kerak bo'lsa ham aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxlarini telefonda kelishib olamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.